Diqqat! Bu video faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz bu videoni yomonlamoqchi emasmiz. Shuning uchun bilib-bilmay xohlaganingizni yozmang. Negativlik qilmoqchi bo'lsangiz kanaldan chiqing. Unda yoqimli tomosha tilayman hammangizga. Albatta videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying. Unda yoqimli tomosha. Villager News. Diqqat! Qishlog'imizdagi moblar dengadir kattarib ketyapti. Hozir buni 9-fuqaro ko'rsatadi. Salom 4-fuqaro, men shu joydaman. Hamma moblar kattarib ketyapti. Hoy, bu quyon katta emasmi? Jinnimisan? Axir juda kichkina. Oy, ahmoq, axir u bizga uzoqdan ko'rinyapti. U bizni qishlog'imizda o'lgan 4-jitel bo'ldi. Oy, ishqi bu qishlog'imizga kelmasin-da. Voy xudoyim, u kelyapti. To'xtang! Menda bir g'oya bor. Hop, kartoshkani ham qo'ydim. Endi aniq keladi. Oy, jinnimisan? U seni o'ldirib yuboradi va bizlarni ham. Hoy, o'lgin kelayotgan bo'lsa o'zingga go'r qazib otib ol. Yo'q, men u go'rimda o'zimning rasmini ko'rishni xohlamayman. U yer qorong'u, men u yerdan qo'rqaman. Shuning uchun bormayman. Hoy, unda jim o'tir. Yo'q, nega sen menga buyruq berasan? Qochish kerak. Hoy quyon, menda ovqatlar bor, qara. Sen buni hidlashing kerak. Hidla, 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 hidla. Ovqatni hidla. Ovqatni hidla. Ovqatni hidla, ye qol. Hoy, ahmoq. Baqiraverma, u bizni qishlog'imizda emas. Bolalar, sizlar ham eshitdingizmi? Narki qishloqda o'zbek qishloqi bor ekan. Hey, ahmoq, baqiraverma. Oh, men yaxshiman. Qayer yonyapti? Bu odam yonyapti. Bu yonayotgan edi. Yo'q, yo'q, yo'q. Baqirishdan to'xtang, men bu yerning detektiviman. Jiminglar.
Hoy, to'xtanglar, men super qahramonman. Men bu joyni topishim aniq. Axir u ko'lning bo'yida bo'lishi ham mumkin. Axir ularni hammasi o'sha yerdan kelyapti, to'g'ri? Hoy, sallahmi-salla? Bizlarda detektiv bor. Ey, qara, men iqro o'ylab topdim. Bu juda ham go'zal. Ahmoqmisan? Tinchlaning. Men bu yerning detektivini yordamchisi bo'laman. Hozir detektiv hamma ishlarni o'zi boshlab yuborgan. U so'roq qilmoqda. Moblar qayerdan kelyapti? Men bilmayman. O'char ovozingni, sen hammasini bilasan. Men bilmayman deyotgan edim. Hoy, menga boshqa iloj qoldirmading. Yo'q, bu bilan men seni menga so'roq qilaman, hammasini aytib beradi. Yo'q, faqat bu emas. Iltimos, faqat bu emas. Yo'q, hamma narsani so'rama. Hoy, Miya, menga hammasini aytib ber. Bu hayvonlar qayerdan kelyapti? Yoki sen bilasan hammasini ayt. Voylanida ishlamayaptimi deyman, hech narsani aytmayapti. Hoy, detektiv, bizda zo'r xabar bor. Qanaqa xabar? Biz joyini topdik. Nima? Sizlar u joyni topdingizmi? U joy qayerda ekan? Bizning pakana Lilliput uni aniqlani. Oy, men ketaveraymi? O'tagan, like bosmagan deganlaridek hozir detektivlar u yerga boribdi va men buni keyinroq ko'rsatib o'taman, maylimi? Oy, ahmoq qo'yvochi, meni o'ldira olasanmi? Men seni qo'rqmayman. Voy. Hoy, qani ular? Men uni albatta topaman. Topmagunimcha, ay, detektiv, nega shik qo'ydingiz? Meni bu arzoyimda jim tur. Nima? Hammasi o'rnatilib kelyapti shekilli, detektiv. Jam ketdik. Bu yerdagi mening birinchi fuqaro. Bu yerga o'tgan qishloqdan ham odamlar kelibdi. Ularni so'roq qilamiz. Hay, men u joyda edim. U yerda katta quyon bor edi va u bosti va hamma joy bum. Tushunyapsizlarmi? Biz seni gaplaringni shunday bor ekan. Ammo bizda bir savol bor. Sen qanday tirik kelding bu yerga? Demak, sen arvohlar mamlakatidan kelgansan. Voy ahmoqlar, u yerda bitta odam o'libdi. Bizani qahramonimiz qani? Uni tez toping, u bizga yordam beraman degan. Voy, men bu yerda bo'lishim kerak emas edi. Endi mahallada meni ahmoq degan nomim chiqadi. Oy, bilasanmi, qishloq yonib ketibdi. Nimaga qishloq yonib ketadi? Nega yonadi? Jinnimisan? U yer yonmaydi. Bu narsa olov ekanda. Ko'rib turganingizdek, Biz sizlarga bu joylarni ko'rsatdik. Bu yer aniq xavfsiz. Bu yerda hatto pashsha ham uchsa, ularga ozor berilmaydi. bu nima bo'ldi? Bu qanaqa so'g'lik ekan? Qani? Oyog'im katlanib ketdi. Og'riyapti. Jinnimi oyog'imni qilib qoldi deyaptimi? Demak, bu yerda hamma narsa katlanib ketar ekanda. Yordam beringlar, o'lyapman menimcha. Yordam. Oy, hammasi yaxshi. Eshikni bussang bo'ladi. Hoy, jodugar, bu narsa qayerdan kelyapti? Men hozir hammasini aytib beraman. Xullas, men bu dorni tayyorlatgan edim va men o'zim uchun edim. Mana bu narsa endi hamma narsani qaytarib yuborishi kerak. Tarvuz kattardi. Anida buni idishga solib qishloqqa borib millionlarga sotaman. Ketdim, qishloqqa borib sotaman buni va yiqildim. Yo'q. Pak. Va bu narsa meni suvga tushib ketdi. Oy, buni qisa qilib tushib ketsang bo'lar edi-ku. Hozirda qishlog'imizdagi odamlar bir joyga to'planib, o'sha quduqqa kim tushishini so'rashmoqda. Ya'ni quduq emas, u hovuz. Buning ichida qanaydir dumaloq narsa bor ekan. Voy, sen tushasanmi? Hoy, to'xtanglar, men tushmayman. Ana tushadi. Yo, bo'lmaydi. Hoy, mana buni ol. Bu seni sarb-sarb ishlatib turadi. Olg'a.
Xudoga shukr, sen uddalading, ye. Sen buni eplading, mazza endi tinch. Voy xudoyim, bu meni jonimga tegdi. Men ketdim uyga, tinchgina uxlayman, jonimga tegdi hammasi. Xullas bola, video yoqqansa like bos, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bunaqa videolar berish umuman oson emas. Like bosinglar, biz tezroq 100 ta bo'lishimiz kerak.